Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan hisobot hamda ma'lumotlar jadvallarini ko'rib chiqamiz. Endi bizda ma'lumot bormi? Ha, bor. Bu ma'lumotni siz xohlagancha boyitib, kuchaytirib, ko'paytirib olishingiz mumkin. Yokida aytaylik, keraksiz ma'lumotlar bemalol olishingiz mumkin. Sizlar bilan hozir ikkita instrumentni ko'rib chiqamiz Notebook elimdagi. Birinchisi hisobot, ikkinchisi ma'lumotlar jadvali. Xo'p, bizga nimalar qiziq desa, ma'lumotlar jadvalida demak, til tanlashimiz kerakmi, kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Xo'sh, bizga boshladik. Ichi juda, murakkab emas. Ya'ni ma'lumotlar jadvalida o'zi bittagina prompt yozsangiz bo'ldi. Promptni xohlagancha qilishinglar mumkin. Aytaylik, ma'lumotlar jadvali uchun ma'lumotlar jadvalini yasash yokida aniqlash uchun prompt yozib ber deb Geminidan so'rashinglar mumkin. Xo'p, hamma qadamlarni ham, bitta-bitta aytmayapman. Jarayonga qarab moslashib ketsanglar bo'ladi. Demak, boshladik. Bizga variantlar chiqarib berdi. Noldan jadval yaratish. Olamiz. Bizga nima qilib bersin? Yuqoridagi ma'lumotlardan foydalanib, yuqoridagi ma'lumotlardan foydalanib, sof o'zbek tilida imlo xatolarsiz bo'lsin, deb bizga buyruq berishi mumkin. Undan tashqari, e'tibor beringlar, bizda qanchadir ma'lumot bor. Xo'sh, mana bu joyda ma'lumot bor va shunchaki knopkani o'zini bosishimiz ham yetishi mumkin. Bu narsa uchun. Buni javobini kutgunimizcha esa biz bu yoqdan hisobot tayyorlab olishimiz kerak. Sizlarga ham tushunarli bo'lishi uchun tak o'z formatida qisqacha, uslubiy blog posti formatida tayyorlanyapti. Xo'p, maslahatlar yuklanmoqda deyapti. Texnik strategiya bor, qiyosiy hisobot bor, tematik sharh bor, konseptual qo'llanma bor. Buni o'zini, misol uchun, biz demak, til yo'q bu yerda va mana bu joyda yaratmoqchi bo'lgan hisobotingizni tasvirlab bering. Nima? Qanday hisobot? Bizga IT Akademiyada eng qiziq bo'lgan IT Akademiyada qaysi hisobot kerak? Yokida hisobotlar kerak. Jadval ko'rinishida tayyorla. IT Akademiyada qaysi hisobotlar kerak? Bizga qaysilar kerak? Sotuv marketing. Sizga qiziqmi? Ha, qiziq. Xo'sh, shuni olishimiz kerak. Shuni olishimiz kerak. Demak, boshlaymiz. Hisobotga kiramiz. Hisobotga o'z formatimizga moslangan holatda. Sotuv marketing bo'yicha bizga hisobot kerak. Keyingisi o'quv bo'yicha bizga hisobot kerak. Kiramiz. Korotkий. Voy, buyruq ketib qoldi. Tak. O'zbekcha hisobot kerak. Demak, undan oldingi hisobotni ham tayyorlash jarayonida. Moliya bo'yicha hisobot kerak. E'tibor beringlar, men maksimal sizlar bilan parallel ravishda sinab boryapman. O'zbek tilida yozamiz buni ham. HR bo'yicha kerak. Marketing bitiruvchilarning ishga joylashishi. Bu ma'lumotlar qanchalik chiqarib beradi, chiqarib berolmaydi, bilmadim. Demak, yaratmoqchi bo'lgan hisobotingizning tasvirlab bering debdi. Xo'p, tasvirlab beramiz. Ha, bizga ma'lumot ber. Yana 4 ta bor. Yana 4 tani boshdan beramiz. Sotuv marketing.
bu jarayonlari biz bu yerdan prompt berib bo'lguncha uje keyin hisobotlar tez tayyorlab beryapti. Demak, hisobot tayyorlash tezligi ancha baland ekan. Ha, bittasi qolib ketibdi ham. Ups. Char. Imkon boricha shu joyga, ya'ni prompt berishinglar tavsiya etiladi. Shunchaki bosgan, ya'ni shunchaki knopkani ustiga bossa, u umumiy o'zini ma'lumotini olib ketadi. Endi mana shuni o'zgacha qilamiz. Eng oxirgi hisobot konseptual hisobot hisoblanadi. Muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Demak, boshlaymiz. Xo'sh, yuqorida mana bunaqa ko'rinishga keltirib berdi bizga. Buni sal kattalashtirib olamiz. Tabliца. Desired table of notebook LM capability and benefits jadval ko'rinishida bemalol shunaqa hisobot tayyorlasanglar bo'ladi. Jadval, imkoniyat nomi, vazifasi, foydalanuvchi uchun foydasi и manba. Va uni xohlagancha yuklab olish mumkin. Notebook LM imkoniyatlari. Xo'sh, buni yana kengaytirib olamiz. Mana shunaqa jadval qilib beradi bizga. Koala yuqoridagi ko'rsatkich React, AutoGen, LangGraph, manba. Asosiy arxitektura, harakat maydoni, xotira mexanizmlari, qaror qabul qilish modellari va uni biz bemalol yuklashimiz mumkin. Xohlasak Word qilib, xohlasak Excel qilib, mana Excel formatda yuklanyapti. E'tibor beringlar. Источникka tushdi. Jadval ko'rinishida eksport qilsak ham bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni olib, istalgancha moslashtirish mumkin. Ozgina kattalashtirib, mana shunaqa formatda. Buni o'zinglar uchun, misol uchun yuklab, Google Diskka xohlagan joyga jo'natish imkoniyati bor sizlarda. Xo'sh, endi hisobotlarni ko'rib chiqamiz. Biz 8 xil hisobotni ko'rib chiqishimiz kerak. Birinchisi, hisobotni ko'rinishi mana shunaqa formatda bo'ladi. Xulosalari bilan. Bittalik bizga Word qulay edi. Mana fayl eksport qilish. To'g'rin-to'g'ri eksport qilishinglar ham mumkin yokida Google Sheets'ga olib, o'sha joydan ma'lumot olib ketaman desanglar, u formatini ham hozir ko'rsatib beramiz. Chiroyli yozib berishi jadvallar ko'rinishida, hisobot mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi sizlar so'rashinglar mumkin, aytaylik, nima qilib bersin? Tijorat taklifi qilib bersinmi? Bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, ko'rganimiz tepaga ko'tarilarkanmi, ko'tarilmaskanmi? Xo'sh, buni demak pastdan ko'rib kelamiz. Ikkinchi, mana bunaqa hisobot qilib beradi. Uchinchi, raqamlari bilan asoslab, chiroyli qilib, mana izohlari bilan qilib beradi. Bemalol uni keyin eksport qilib ishlatishinglar mumkin yoki kimgadir jo'natishinglar ham mumkin. Bu bo'yicha hech qanday muammo yo'q. Mana tartibi, shakllari, formatlari hammasini chiroyli qilib beradi. Mana eksport qilish bu yoqdan. Xo'sh, PDF formatda ham eksport qilishinglar mumkin. Yokida chiqib mana bu ham joyda o'zida eksport qilish degan tugmasi bor. Hujjatlarni eksport qilish, jadvallarni eksport qilish. Bizga jadval kerak bo'lsa, mana jadval ko'rinishida eksport qilib olsanglar bo'ladi. Boya ko'rsatganimdek. Xo'p, turli xil formatlarda bemalol mana bu PDF formatimiz. Shuni ham ko'rib chiqamiz.
Mhm. Mana bu PDF. Yo, bu aql xaritamiz. Aha, mana. Tarmoq. Shu tartibda bemalol foydalansanglar bo'ladi. Demak, biz ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa bor edi. Hisobot va ma'lumotlar jadval. Ikkalasidan ham bemalol foydalansanglar bo'ladi va o'shani, istalgancha yuklab olish imkoniyati bor sizlarda. Ha, bo'ldi, mana bitta ko'rdik jadval ko'rinishida tushgan joyini. Formatini to'g'irlab bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Vaqt ajratganinglar uchun rahmat.